Talabdan sut qilib keldim. Hammasini to'ydirish qiyin birdaniga. Bunday qo'yib qo'yasizlar idishchasiga. Mana. Ich oladiganlar marhamat qilasizlar. O'pshilagandan ichib turinglar. Mana. Ke. Bo'shiga esa bunday butulочкада bunday qilib butulочкani ezib berish kerak ekan. Ichib, kayf qilib o'tiraveradi. Qolganlari paka anaqa buni qorni to'ygandan keyin bitta-bitta olib, ularni ham qornini to'yg'izib qo'ysanglar bo'ladi. Ucholimda alalaydi. Sulyalichka bo'lib butulkadan sut ichsada. Ko'p savol berib yozyapsizlar, onasini ham emadimi? Ha, bular onasini ham emadi, lekin onasining suti 4 ta уже katta mushukchaga yetmaydi. Shuning uchun дополнительно berish kerak va уже ko'rimni ham bitta-bitta yalab, tishlab, tupurib tashlayapti. No уже ko'rimga ham kiradi 1-2 kunda. Ko'zlari ketyapti. Chasi bilan. Shuni. Ucholimda. Bo'ldimi? Qoningiz to'ydimi? Keling qizim.